Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Demak, sizlar bilan bugun 2025-yil Prezident maktabi saralash bosqichida 100% tushgan savollardan yig'ilgan testni yechimini ko'rib o'tamiz. Menimcha, bu yerda kuzatayotganlarning hammasi bu testni ishlab bo'lgan va o'z xatolarini ko'rish uchun kirgan. Faqatgina o'z xatolaringizni ko'rib chiqib ketishda maslahat bermayman, sababi men har bir savolda, deyarli har bir savolda aynan qanday yondashiladi va osonroq qanday chiqarish mumkin edi yoki savol yana boshqacha formatda qanday kelishi mumkin edi. O'sha narsalarni ham tushuntirib ketaman. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, birinchi savoldan boshladik. 3 litr qizil va 4 litr sariq rangni aralashtirib bo'yoq hosil qilindi. Xuddi shunday aralashmadagi bo'yoq tarkibida 24 litr sariq rang bo'lsa, qarang. 3 litr qizil ekan. Tak. 3 litr bu qizil, 4 litr sariq. Agar sariq 24 litr bo'lsa, 6 marta ko'p ishlatildi. Demak, o'z-o'zidan qizil ham 6 marta ko'p ishlatish kerak. 18 litr kerak bo'ladi va javobimiz B ekan. Menimcha buni albatta to'g'ri topgansiz. Xo'p, 2. Quyidagi taqqoslashlardan qaysi birlari yoki biri to'g'ri degan savol berilyapti. 3 taqsim 3 degani bu 3 ni 3 ga bo'lish. Qarang, mana bu narsa 3 ni 3 ga bo'lish degani aslida. Kasr chizig'i. 3 ni 3 ga bo'lsangiz albatta 1. Va sizdan so'rayman, 1 birdan kattami? Siz yo'q deb javob berasiz. 1 birdan katta emas. Ular teng, shuning uchun ham birinchi xato ekan. 2. 1 deganim 8 taqsim 9 dan kattami? Albatta, chunki ikkalasini ham 9 ga keltirib olsam, 9 dan 9 degani 1. Bu esa 9 dan 8 degani. O'z-o'zidan 9 8 dan katta bo'lgani uchun mana bu to'g'ri ekan 2. 3. Qarang. Bitta dumaloq bor va siz uni 6 ta bo'lakka ajratdingiz mana. 1 2 3 ta chiziq bilan 6 ta bo'lakka ajratdingiz. Mana shu yerda 6 tadan bitta bo'lagi, mana ko'rib turganingizdek mana bunaqa bo'lak. Va xuddi shunday bor, siz uni 3 ta bo'lakka ajratdingiz. 1 2 aytaylik 3 ta. Va qaysi biri katta? Albatta mana bu 3 ta bo'lakka ajralgani katta. Demak, 3-inchimiz ham xato ekan. Bundan kelib chiqadi-ki, qaysi birlari to'g'ri desa faqat 2 bo'ladi. Endi boya aytib o'tganimdek, faqat sizga buni ishlab bermayman dedim-ku. Nimani nazarda tutdim? Qaysi birlari noto'g'ri deb qo'yish mumkin mana shu yerda. Mana shu yerda xuddi juda ko'p kuchli o'quvchilarim ham yeb qo'yadigan savol mana shu yerda qaysi birlari noto'g'ri deb qo'yganda, siz faqat 2 ni belgilab ketgan bo'lardingiz, lekin bu yoqda qolib ketardi 1 va 3 degan javob. Endi 1 va 3 hozir bu yerda yo'q ekan, mabodoga tushuntirib ketyapman shunday bo'lib qolsa. Xo'p, hisoblang deyapti. Yaxshilab qarasangiz 5 6 ga yetmayapti. O'zi 1,8 dan 5 degani bu 8 dan 13 degani. Sababi 13 ni 8 ga bo'ling, bittadan tegib 5 qoldiq qoladi. Xuddi shu narsani o'zini beradi. Ya'ni 1 ni 8 ga ko'paytirib, keyin 5 ni qo'shamiz. Shunda 13 chiqadi. Va bundan ayirishim kerak bo'ladigan bo'lsa 6 taqsim 8 ni natijada 13 dan 6 ni ayirsam, o'zi aslida bular bir-biriga teng emas. Mana bunaqa qila qolay bo'lmasa. 13 dan 6 ni ayiradigan bo'lsam 7, pastda esa 8, 7 taqsim 8. Bu javobimiz mana 3 ta A javobda turibdi. 3 gacha hammasini to'g'ri ishladingiz degan umiddaman. 4. 1 million 800 ga kam sonni toping. 1 milliondan 800 ga kam son. Qarang. 1 million degani 6 ta noli bor. O'shandan 800 da ayirib tashlasam 0 0 ondan 2 9 9 yana bitta 9. O'zi 1 milliondan 800 ni ayirsangiz aniq 900 ming bo'ladi. 90 ming bo'lmaydi, ya'ni 99 ming yoki shunga o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun o'zi mana bu ikkita javob 100% chiqib ketadi. Va ikkita javob qoldi, shunda ham 800 ni ayirganingiz uchun, ya'ni javobimiz C bo'ldi, tamom? 5. Son nurda berilgan ma'lumotlardan foydalanib n ning qiymatini toping. Qarang. Birinchi navbatda mana bu 19 chiqdi. Nimagadir 13 qo'shish orqali. Nimaga 13 qo'shsangiz 19 bo'ladi desam, siz aytasizki 6 ga deysiz.
6 ga 13 qo'shsa 19 chiqadi. Endi 6 ga 20 ni qo'shsa necha chiqadi desa, endi shuni ham bilmaysizmi ustoz? 26 ku deysiz. 26 dan 15 ni, ya'ni nechiga 15 ni qo'shsam 26 desa, jonga ham tegdingiz ustoz. 11 ga 15 ni qo'shsangiz 26 da deysiz. Kimga aytaman? Qarangchi 11 nima? A da turibdi ekan deysiz. Keyin aytasiz, ustoz bu 3 sekundlik masala ekan-ku, boshda og'ritasiz deb aytasiz. Nima deb aytmang. 6. 5 ta ishchi 80 minutda 9 ta detal tayyorladi. Xuddi mana shunaqa savollarni qaranglar. Ko'pchilik 5 miqdor qoidasi, bir balo qaychi usuli, baliq usuli deb usullar qiladi. Men sizlarga o'shalar kerak emas deyman. Adashib ketmaslik uchun bitta usul qilamiz, qarang. 5 ta ishchi 9 ta detal tayyorlaydi. 80 minutda mana 9 ta detal tayyorlaydi. 20 ta ishchi 36 ta detal tayyorlashiga qancha vaqt ketadi degan savol. Oddiy tushuntiraman. 5 ta ishchi 80 ta detal, 9 ta detalga 80 minut sarflasa, 20 ta ishchi 9 ta detalga qancha vaqt sarflaydi? 20 ta ishchi. Ishchilar soni 4 marta ko'paydi-ku mana. Ishchilar soni 4 marta ko'paydi. Detallar o'zgarmadi. 20 ta ishchi bo'lsa, demak bular 20 minutda qilib tashlaydi. Nima uchun? Chunki 4 marta vaqt kamayadi-da endi odam ko'paygandan keyin. Endi xuddi shu 20 ta ishchi 36 ta detal qilsa-chi? Bu degani detallar soni ham endi 4 marta ko'paydi. Bu yana 80 ga qaytib qoladi. Va o'sha bajarar ekan 80 minutda. Boshqachasiga ham tushuntiraman. Mana bu detallar soni, ishchilar soni ham 4 marta ortyapti. Ish hajmi ham 4 marta ortyapti. Vaqt o'zgarmaydi. Tushunyapsizlarmi? Bu ham 9 dan 36 ga, bu ham 5 dan 20 ga 4 marta farq qilyapti. Xo'p, 7. Tenglamaning yechimi qaysi variantda to'g'ri ko'rsatilgan? Yechamiz, tamom. Nima qilamiz uning uchun? Avval 677 dan ayiraman 54 ni va buni tenglayman n bo'lingan 18 ga. Va natijada 677 dan ayiraman 54 ni va buni 18 ga ko'paytiraman, bu n ga teng bo'lib qoladi. Tugadi. Masalamiz hal. Va xuddi shu narsa 54 ni aynan ayirib 18 ga ko'paytirgan narsa bu S da turibdi. Xo'p, 8-savolga keldik. Mana reklama qarang. Maz ustoz Telegram kanali yoki da Instagrami, farqi hammasi bir xil, yoki YouTube'i. O'shanga ulansangiz, bepul ma'lumotlar olib borasiz mana shunaqa narsalar haqida. Ya'ni berib boraman to'g'riroq. Va eng quvonchli yangilik sizlarga aytib ketay, 8-misolga kelganda Instagram 8000 tadan, Telegram 9000 tadan oshdi. Boshlaganimizga esa 2 oy ham bo'lmadi. Hammaga rahmat. Davom etaman. Tak, Muhammad va Shahzod bittadan son o'ylashdi. Muhammad eng kichik turli raqamli 4 xonali sonni, Shahzod esa eng katta barcha raqamlar juft bo'lgan 2 xonali sonni o'yladi. Demak, Muhammad nimani o'ylaydi? Qarang, mana shunaqa savol kelganda, birdan imtihon muhitini ham o'rgataman sizlarga dedim-ku. Imtihonda ham mana shunaqa savol kelsa, birdan qilib ketaveringlar. Ya'ni qarang, men o'qib bo'lib, yana baribir Muhammad nimani o'yladi deb qaytdim-ku. Siz u xatoni qilmang. Siz birdaniga eng kichik turli raqamli 4 xonali son. Eng kichik turli raqamli bo'lsa 1, 0, 2, 3 bo'ladimi? Hop, Shahzod esa eng katta barcha raqamlarni juft bo'lgan 2 xonali son. Eng katta barcha raqamlari juft bo'lgan. Eng katta, demak, o'z-o'zidan bu 9 bilan boshlana olmaydi. Nima uchun? Chunki 9 juft son emas, demak 8 bilan boshlanadi. Ikkinchisi ham 8, uchinchisi ham 8, to'rtinchisi ham 8. Nima uchun 8, 6, 4, 2 emas? Sababi turli degan joyi yo'q bunda. Nargida bor edi. Ular o'ylagan sonlar yig'indisini toping. Qo'shamiz endi o'sha 1023 ga, eng kichik turli raqamli songa. Qo'shsam ham 1 qoldiq qolyapti. Yana 1, yana 1 qoldiq qolyapti. 9, bu ham 9. Demak 9911. To'xtang. Eng kichik 4 xonali sonni Shahzod esa eng katta barcha juft uzr. Ming bor uzr. Mana bu yerda
men o'zim qilib qo'ygan xatoyim bor ekan. Balki bu charchashdandir. Lekin bu sizlarga ta'sir qilmasligi kerak. Mana bu yerda 2 xonali son o'ylab degan ekan. Kuzatib turganlar, ustoz adashib ketdingiz deganlar, albatta bilib qoldim-ku adashib ketganimni. 1023 bunga 88 ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsam, yana 1, yana 1, yana 1, yana bitta 1. Keling, mana shunaqa bo'la qolsin. Endi bir narsani yana shu joyga tushuntirib ketish uchun aslida bu narsani qildim desammikan-a? Nima narsani? Bu yerda siz odatda menga o'xshagan xatoni qilishingiz mumkin edi. Ya'ni 4 ta 8 ni yozib, qo'shib qo'yishingiz mumkin edi. Va qarasangiz javob yo'q. Va ko'pchilik nima qiladi shu holatda? Men xato qilibmanmikan deb o'ylamaydi. Masalani yecha olmadim deydi. Ko'ryapsizmi? Mana shunda men xato qilibmanmikan deb o'ylamaydi. Masalani yecha olmadimmikan deydi-da, tavakkal belgilab o'tib ketadi. Qanchalik mantiqqa zid narsa-da mana shu. Nima qilish kerak? Shunchaki qaytadan o'qish kerak. Xuddi men qilgan kabi. Nimadir o'zim xato qilmadimmikan, masalani tushundim-ku, oson masala-ku degan narsani miyaga singdirish kerak. Bolajonlar, 9 ga keldik. Avabi shaharlardan bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab Muhriddin va Baxtiyor yo'lga chiqishdi. Muhriddinning tezligi 3, Baxtiyorniki 9. Baxtiyor rost tez ekanda o'zi. Ular 4 soatdan so'ng uchrashgan bo'lsa, shaharlar orasidagi masofa. Buniki 3 bo'lsa, buniki 9 bo'lsa, birgalikda 1 soatda 12 yurishadi. Tushunyapsizlarmi? Mana buniki va mana buniki. Ikkalari 1 soatda 12 yurishadi. Har 12 yaqinlashib kelaversa, 4 soatda 12 dan 48 yurib qo'yishadi. Va javobimiz C bo'ldi. 10. Dilnura, Aziz va Nodirda jami 42 ta olma bor edi. Dilnura 9 ta olmani Azizga berdi. Shundan so'ng ularning har birida teng miqdorda olmalar bo'lib qoldi. Qarang. O'zi chetga olma ketmadi-ya, mana Dilnura, Aziz va Nodir bor edi. Chetga olma chiqib ketmadi. Demak, 42 ta olmamiz teng 3 ga bo'linib qoldi. 14 tadan. Hammasida 14, 14, 14 bo'lib qoldi. Lekin Dilnurada nima uchun 14 ta bo'ldi? 9 ta bergandan keyin, demak, undan oldin Dilnurada o'zi 23 ta bo'lgan. Azizda qachon 14 ta bo'lib qoldi? Aziz 9 ta olgandan keyin, demak, Azizda oldin 5 ta bo'lgan. 9 ta olishidan oldin. Shundan so'ng ularning har birida dastlab Aziz va Nodirda jami nechta bo'lgan? Dastlab Aziz va Nodirda g'alati chizib qoldim. Mana shunaqa qiladigan bo'lsam, bo'ldi, ikkalasida 19 ta bo'lgan. Dilnurada esa ko'p bo'lgan. Tushunarli bo'lyapti menimcha. 11. Tezlikka ega poyezd masofani qancha vaqtda bosib o'tadi? Deysiz, ne qaraysiz? Tezligi 50, ya'ni soatiga 50 kilometr yuryapti. Soatiga 50 kilometr yuryapti. 1 soatda shuncha yuradi. 725 kilometrni necha soatda desa, uni 50 ga bo'lishingizga to'g'ri keladi. 700 ni bo'ladigan bo'lsam 14 soat aniq. 25 50 ning yarmimi, ya'ni 25 kilometrni 50 tezlik bilan yarim soatda bosib o'tadimi? Shuning uchun ham 14 soat u 30 minut bo'ladi va bu javobimiz C da turibdi ekan. 12. N natural son, n sonni 8 ga bo'lganda 6 qoldi. Qolsa, juda bir zo'r savol. Qarang. N ni 8 ga bo'lganda 6 qoldi qolsa, demak n 8 ga bo'lganda 6 qoldiq beradi. Va buni 10 ga qo'shadigan bo'lsang jami 16 bo'ladi-da, 16 ni 8 ga bo'lgan payting 0 qoldiq beradi. So'z qayerdan oldingiz buni desang, birinchi, juda bilmaganingda 8 ga bo'lganda 6 qoldiq qoladigan son 14 ni qo'yib ko'r. 14 ni 10 ga qo'shsang 24, 24 ni 8 ga bo'lsang 0 qoldiq qoladi. Agarda biladigan bo'lsang, boshqacha biladigan bo'lsang, n ni 8 ga bo'lganda 6 qoldiq degani 6 qo'yishing ham mumkin. Ya'ni qandaydir 8 ga plus 6 aslida, lekin shunchaki 6 qo'yib ketishingiz ham mumkin bu yerda. Chunki faqat qoldiqlarini tekshiryapmiz-da. Qiyinlashtirib yormaylik oddiy masalani. 13. To'rtburchak perimetri bor, yuzi bor. Uning uzunligi va kengligi farqini toping. Perimetri 28 degani A plus B 14 degani. Chunki 4 ta tomoni 28 degani, 2 ta tomoni 14.
va A kara B 24 degani. Va son qidiramiz. Ko'paytmasi 24, yig'indisi 14 bo'ladigan. Bular ko'paytmasi 24, yig'indisi 14 bo'ladigan sonlar. Bular 12 va 2 ekan. Bittada topdik. 12 va 2. 12 santimetrdan ayirsam 2 santimetrda bizda qoladi 10 santimetr. 10 santimetr javobi yo'q, lekin 1 desimetr degan javob bor. 1 desimetr bu 10 santimetr degani edi. Nasib bo'lsa 14-savolga kelib qoldik bolalar. Quyidagi son nurining bir qismi berilgan. Rasmda ma'lumotlardan foydalanib n ning qiymatini toping deyapti. Yaxshilab qaraymiz. N dan 2 ta keyin 708. Undan 2 ta keyin 806. 708 dan 806 gacha qancha masofa borligini topish uchun ayiradigan bo'lsam, 0,8 masofa chiqadi. Ya'ni mana shu orasi 0,8 ekan. Endi 708 dan 0,8 masofani mana bu 0,8 ekan bolalar. 0,8. Bundan ham 0,8 da ayirib bo'lsam bu 7 bo'ladi. 7 javob esa D da turibdi ekan. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa 15 ni nima deb o'ylaysizlar sizlar? 15 ni. Berilgan grafik asosida P va Q yuguruvchilar quyidagi tasvirlardan qaysi birlari to'g'ri? Oddiy mana shu savol ham juda bir qo'rqitib tashlagan o'tganli bolalarni. P va Q yuguruvchilar dastlab 7 sekundda bir xil masofa bosib o'tgan. Mana bu P 7 sekundda 25 yurdi. Q ham 7 sekundda 25 yurdi. Boshidagi dastlab 5 sekundda 15 yurdi, keyin ko'tarib yubordi tezligini. Shuning uchun buni javobi to'g'ri. Oxirgi 2 sekundda P yuguruvchi Q yuguruvchidan ko'proq masofa bosib o'tgan. Xato. Chunki mana bunimday chiqaradigan bo'lsam oxirgacha qaysi bir kattaga o'xshaydi. Albatta mana bu katta. Ya'ni Q'niki kattaroq bo'lishi kerak, lekin bu yerda P'niki katta deyapti. Shuning uchun ham bu xato. Q yuguruvchining dastlabki 5 sekunddagi tezligi so'nggi 2 sekunddagi tezligidan kam. To'g'ri. Chunki dastlabki 5 sekunddagi tezligi sekinroq chiqib bordi-da, oxirgi 2 sekundda birdan tezlashib ketdi va bu javob ham to'g'ri. Qaysi birlari to'g'ri degan savol bergan. Yana bir qarab olamiz. Noto'g'ri degan dedi, boyaga aytganimdek xatolar ketishi mumkin edi. Qaysi birlari to'g'ri degan bo'lsa, bu A va S bo'ladi-da. Javobimiz D ga o'zgaradi. 16. Q ni P ga bo'lsam, P plus Q ni P ga bo'laman. Ko'paytiraman 3 ga. P6 plus Q ni P ga bo'ladigan bo'lsam, ya'ni 30 da 6 ga bo'laman, ko'paytiraman 3 ga. 6 plus 5 kara 3 bo'lib qoladi. Birinchi bo'lish bajariladi-yu. Bu 15, 21 bo'ladi. 6 plus 15 bu 21 degani. Yaxshilab qarasangiz, sinchiklab qarasangiz, juda bir qiyin savolga o'xshamayapti. Bemalol o'tish mumkin ekan. Ko'ryapsizlarmi? 17. Quyida shaffof oynadan yasalgan parallelepiped berilgan bo'lib, uning ichiga 9 ta kub rasmda ko'rsatilgandek joylashtirilgan. Agar kubning qirrasi 1 sm bo'lsa, parallelepipedning hajmini toping. Qarang. Bu 1 1 1 3 ekan mana bu tomon. Bu tomoni ham 3 ekan. Tepa tomoni 5, mana ko'rinib turibdi. 1 2 3 4 5. 3 3 5. Ko'paytiradigan bo'lsam 45. 5 sm kubda berilgan hammasi. Demak 45 sm kub bu D javobda joylashgan ekan. 18. Rim raqamlari deyarli har yili tushib kelyapti Rim raqamlari. Shuning uchun ham hushyorroq bo'linglar. Kecha ham bir tushuntirib yubordim Rim raqamlarini. Bugun ham tushuntirib yuboraman Rim raqamlarini. Mana bu 1 degani. Mana bu 2, mana bu 3, mana bu 4, mana bu 5. Xuddi shunday qarang mana. Mana bu 10, bunisi 20. Xuddi shundan 3 ta qo'ysam 30. Mana bu L da oldiga bitta qo'ysam 40. L da o'zi 50. Xuddi shunday 100, 200, 300, 400 va 500. Ko'rdinglarmi? Ya'ni bir xil yuradi mana shu narsalar. U yog'i ham xuddi shunday bir xil qo'shilib ketadi. Tak. S 100, 124 ekan mana bu narsa. 124 ekan. Ayryapman 90
Mana qarang. XS 90 da 96 ni. Ayiradigan bo'lsam 28 chiqish kerak ekan. 28 javobi bu yerda A javobda turibdi mana. 2 ta X 20 V keyin 3 ta 1. 5 va 3 8 bilan 28. 19. 8 ta bir xil quti va 2 ta bir xil yashiklarning umumiy og'irligi shuncha. 8 ta bir xil quti 8x plus 2 ta bir xil yashiklar 2y teng 240. 2 ta bir xil quti og'irligi 32x teng 32 bo'lsa, bitta yashik og'irligini toping. Qarang. Aslida x, y'lar ham shart emasdi. Sababi 2 ta bir xil quti 32 bo'lsa, 8 tasi o'z-o'zidan undan 4 marta ko'p u. Ya'ni 4 marta ko'p degani u 32 karra 4. 128. 32 karra 4 128. Demak, 128 da ayirib tashlayman endi 240 dan. Nima uchun? Chunki jami 240 edi-ku, ayiradigan bo'lsam 2 tak 1 bu ham 1. 112 chiqadi. 112 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam bu 56, 66 emas, anshada ham adashib ketmanglar. 122 bo'lganda ham 66 bo'lmasdi. Tak, 19 ketib bo'ldi bizda. 20. Dekart koordinata sistemasida ikkita bir xil kvadrat yonma-yon turibdi. Rasmdagi P nuqta koordinatasini toping. Ikkita bir xil kvadrat degani bularning orasidagi masofa qarang endi 7 ga teng. 7 ga teng. Endi bu yer ham 7, bu yer ham 7 bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan 17 miz aylanib qolyapti 31 ga. Sababi o'ng tomonga endi 17 ga nisbatan mana 17 edi-ku o'zi x. Endi bu 31 u 12 o'z holda qolyapti. 31 12 javobimiz bizda B da turibdi ekan. 21. 14 u 15 gacha o'zi necha minut borligini bilib olaylik-da birinchi. 11 u 25 dan. Ayiraman qarang. Ayiradigan bo'lsam, xo'p, o'zi 11 u 25 dan 13 u 25 gacha 2 soat bor. Bundan mana shunaqa topganimizdan yaxshiroqda 2 soat bor. Endi 13 u 25 dan 14 u 25 gacha bo'lganda yana 1 soat qo'shilardi. Lekin 10 minut orqagacha boryaptimi? Demak, bu yoqda 50 minut bor. Umumiy hisobda 120 degani mana bu minutda, bu 50. Demak 170 degani. 170 minut degani, buni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsam 42 102 orqasida 2 ta 0. To'rt, xuddi shunday. 22 kub yoyilmasining perimetri 70 ga teng bo'lsa, kubning to'la sirti yuzini toping. Buni oldingi holatlarda ko'rdik, kub yoyilmasining perimetrida. Ya'ni kub yoyilmasining perimetri qanday ishlanardi? Tak. Mana bu kub yoyilmasi bo'ladi. Yig'sangiz bitta kub bo'lib qoladi. Endi shuni perimetri 70 deyapti. O'zi qarang, buni polni to'ldirib oladigan bo'lsangiz atrofiga, polni to'ldirib oladigan bo'lsangiz, mana bu 3A, mana bu 4A bo'lib qoladi. Sabab 1 2 3 4 bunaqasiga 3. Jami 7A ni 2 ga ko'paytirsang 14A bo'ladi. O'sha 14A teng 70 demoqchi. A ni topsang 5 chiqadi. A ni 5 chiqdi degani sirti 100 deyapti. 6A kvadrat degani. S teng 6A kvadrat. 6 kara 25. 150. 23. Avval bitta nafas olayman. 23. O'yinchoqlar do'konida mashina, poyezd va samolyot sotiladi. Barcha mashinalar bir xil narxda. Barcha poyezdlar bir xil narxda. Barcha samolyotlar xullas tushunarli.
Mashina va samolyotning birgalikdagi narxi 100 ming so'm. Mashina bilan samolyot 100 ming ekan. Hech ikkilamanglar, yozib qo'yinglar. Mashina va samolyotniki 100 ming, 3 ta samolyot va mashinaniki esa 190 ming qarang. 3 ta samolyot va mashinaniki esa 190 ming. O'z-o'zidan shuni ayirib oladigan bo'lsam, bitta mashina bilan bitta samolyot ketsa, ikkita samolyot qoladi va bu 90 ming degani. Samolyotning o'zi 45 ming ekan. Faqat bu turib tursin. Endi bizdan so'rayotgan narsa samolyot va poyezdning birgalikdagi narxi 110 ming ekan. Demak 45 ming edi samolyot va poyezdni qo'shadigan bo'lsam 110 ming chiqyapti. O'z-o'zidan ayirib tashlaydigan bo'lsam bu 65 ming chiqadi. 65 ming bu S javobda turibdi. 23. 24. Beshburchakli piramidaning yuzlari soni va qirralari soni yig'indisini toping. Beshburchakli piramidaning yuzlari soni va qirralari soni yig'indisi. Tak, qayerda chizsa bo'ladi? Mana shu yerda chizaveray, qarshi bo'lmasalaring. Beshburchakli piramida deganda bitta nuqta, ya'ni xullas beshburchak bor. Va o'shandan aytaylik, bitta nuqtadan har biriga mana bunaqa tushgan. Chiroyli chizib o'tirmadim endi. Mana bunaqa. Mayli, chiroyli chizib o'tirishim shart ekan. Axir chiroyli chizmasak chiqmay qolishi ham mumkin. Tak. Yana bitta nuqtani olaman. Xullas mana shunaqa piramida ekan. Yuzalari va qirralari soni yig'indisi. Qirralari qarang. Pastda 5 ta va tepada 5 ta, 10 ta bor. Pastda 5 ta, mana 5 burchakda. Undan tashqari mana bu qirralar bilan 10 ta bor. Yuzalari pastda bitta, yonlarida 5 ta, 6 ta bor. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 16 chiqadi ekan. 25. Asilbek ro'parasi 32 yoshda, Nodir esa undan 12 yosh kichik. Demak, Asilbek 32 bo'lsa, Nodir 20 yosh ekan. Ozoda Nodirdan 2 marta katta. Demak, Ozoda 40 yosh ekan. Ozoda opa desa bo'lmaydimi hech bo'lmasa. Laylodan 10 yoshroq. Ozoda 2 yosh katta, Laylodan 10 yil yoshroq degani bu 50 yosh. Chunki Ozoda Laylodan 10 yosh. 10 yil yosh. Laylo va Nodirning yoshlari yig'indisi bo'ldi. Laylo 50, Nodir 20. Qo'shadigan bo'lsak 70. Mana ko'rdingizmi? Misolda o'qish jarayonida yechib qo'ydik o'zi. 26. Suv to'la idish va umumiy og'irligi 1300. Bo'sh idishning og'irligi 160 gram. Idishning 4dan 1 qismiga suv quyilsa, suv va idishning umumiy og'irligi. Qarang. Birinchi navbatda 1300 160 ni ayiraman. 1140. 1140 bu nimaniki? Faqat suvning o'zining og'irligi. Endi 4dan 1 qism quyilsa degani 1140 ni 4dan 1 qismi, ya'ni o'sha suvning 4dan 1 qismini hisoblasam, bu bo'ladi. Mana masalan yechimida endi. Hozir tutasizlar, joy qoldirmabman. Tak. ikkitadan 34 ichida 8 tadan 20 ichida 5 tadan 285. Lekin ko'pchilik olib borib ani belgilab qo'yishi mumkin. No 285 ga 160 idish ham bor-ku o'zi. 285 ga 160 qo'shadigan bo'lsang, tak 5 4 1 4. 445 bo'ladimi? Albatta. B javob ekan. 27. Quyidagi jadvalda 5 nafar o'quvchining imtihon natijalari haqida ma'lumot berilgan. Odatda jadvalli savollarda savoliga e'tibor bering. Tepasidagi narsa shunchaki jadval haqida gapirgan bo'ladi. Yuqoridagi jadval asosida berilgan tasdiqlardan qaysilari noto'g'ri? Mana.
Noto'g'ri deyapti. Nodir o'quvchilar orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan. Nodir o'quvchilar orasida ikkala fandan eng kam to'g'ri javoblar topgan. Ikkala fandan eng kam. Ikkala fanni qo'shib chiqadigan bo'lsam, Nodirda 10, Otabekda 9, bunda 12. O'z-o'zidan birinchi A'si xato ekan. Nodir eng kam emas, 10 ta ekan ikkala fanni. 5 nafar o'quvchining tabiiy fandan to'g'ri javoblar soni o'rtacha 8 ga teng. Tabiiy fandan to'g'ri javoblarni qo'shib chiqaman. 9 ga 5 14, 14, 11 va 2 ta 8. 16. Qo'shadigan bo'lsam 30, 41 вообще-то aloqasi ham yo'q buni. Ya'ni 5 nafar o'quvchining o'rtachasi 8 ga tengmas ekan. Tabiiy fandan. Otabek Faridadan 2 marta kam to'g'ri javob topgan. Otabek va Farida. Otabek 9 ta topyapti, Farida 19 ta topyapti. 2 marta kam deganimi? Albatta yo'q. Demak, uchalasi ham xato ekan. Qaysilari noto'g'ri desa, qarang, ko'pchilik mana shu yerda xato qilgansiz. Aniq ayta olaman, ko'pchiligingiz, endi kimlardir e'tibor bergandir, hech birini belgilab qo'yardi, uchalasi ham bo'lmagandan keyin. Lekin javoblar barchasi bo'ladi. Sababi qaysilari noto'g'ri degan, barchasi noto'g'ri. Hech bir noto'g'ri emas desangiz, hammasi to'g'ri degan bo'lasiz. Tushundingizmi? Mana shunaqa savollar tipi esa sizlarni o'sha tortib ketishi mumkin pastga qarab. 22, 28 onlayn darsimizdagilar kublar haqida bu juda bir yaxshi tasavvurga egalar. O'sha kublarni qaysi teskari tomoni bo'ladi, boshqa bo'ladi. Muammoni hal qilish darslarida o'tdik onlayn kursimizdagilar bilan. Qaysi nuqta ikkita nuqta ustma-ust tushadi deyapti. Tak. Demak, o'z-o'zidan bilib qo'yaylikki, mana bu bilan mana bu qarama-qarshi, bu bilan bu qarama-qarshi, mana bu bilan mana bu qarama-qarshi. Tak. X bilan o'zi qaysi nuqta bo'lishi tayin. Sababi boshqa nuqtalar o'zi bir-biri bilan ustma-ust tushmaydi. Demak, o'z-o'zidan A chiqib ketib qoladi. A bilan Y hech qachon ustma-ust tushib qolmaydi. Chunki Y tepaga ko'tarilgani bilan A tomonga borib yopilmaydi baribir. Endi X ni anaqasini ko'radigan bo'lsam, xo'p. Qarang. X mana buni qarama-qarshisi. Mana buni qarama-qarshisiga borib tushadi. To'g'rimi? Xuddi shunday buni ustiga borib mana bu yopiladi. X nargi tomondan aylanib keladi. Ya'ni mana shu A, B, C borni nargi tomoniga keladi, Y o'sha tomonga qarab yopiladi. Va X bu tomonga o'tib ketgani uchun aylanib kelgan payti. Bu esa Y bilan ustma tushib qoladi. Va X va Y degan javob C da bor. Yana bir marta tushuntiraman. Nariyoqqa aylanib ketganda X mana o'ng tomonda turibdi-yu, nariyoqqa aylanib bitta chiziq kelganda ham o'shani o'ng tomonida X turaveradi. Nariyoqdan qaraganingizda o'ng tomonmi? Demak, bunday aylanib kelganda bu yoqdan qaraganda o'ng tomon bo'lib qoladi o'sha narsa. Ichki tomoniga o'tib qoladi-da. Bo'ldi. 29. Supermarketda 1,4 kilogramm shakar narxi 1400 so'm bo'lsa, shakar narxi necha so'mga teng bo'ladi? O'zimizda eski usul 1/4 degani bu 5 taqsim 4 degani. 4 ga ko'paytirib 1 ni 4 ga ko'paytirib 1 ni qo'shsam 5 taqsim 4. 5 taqsim 4 qismi 1400 bo'lsa, 1/2 deyapti. Ya'ni 3 taqsim 2 ni so'rayapti. Bu 3 taqsim 2 degani 6 taqsim 4 degani. Bo'ldi. 5 taqsim 4 ga 1400. Buni 1 taqsim 4 ga qanchaligini topib olaman? 5 ga bo'lsam, tak 280 ekan. Endi uni 6 taqsim 4 ga keltirishim kerak-ku. 6 taqsim 4 ga qancha kerak degan narsaga. 6 ga ko'paytiradigan bo'lsam 1200, bu yoqda 480, 1680 bo'ladi. 1680 javobimiz. 6 ga ko'paytirib qo'yamiz. A javobda. 30-savol. PQ 20, XS 4 ekan. Mana bu narsa mana bu joy 4 ekan.
P u 20 ekan. U 20 ekan. Bizdan nimani so'rayapti? X, Y kesma uzunligini so'rayapti ekan. X birinchidan markazligini hisobga olsam, mana bu joy 10 ga teng. Sababi X markaz bo'lsa, bu yog'i 10, narigi tomoni ham 10. X markaz deyapti-ku o'z nomi bilan. Endi tak. Endi x s 4 degani mana bu tomoni 6. Buni 4. Tak, buni 20 ligi bor. X, Y kesmani uzunligini so'rayapti. Bizga demak 4 plus mana bu joy kerak. Uni topish uchun esa mana buni radius kerak. Так, общий 20. Bu 6 ga teng. S nuqta haqida nima deyiladi? Prosta XS 4 deyilgan ekan. X 10. Nimadir qolib ketmaganmikan? Bizga X, Y kerak. Bu 4 plus nimadir bo'ladi aniq. Bu ham 10 plus R degani. Xo'p, mana bunaqa qilib ko'raylik, mayli. Bilmadim, balki osongina savoldir. Men nimaga yetjam kelmayapti bilmayman. Tak. Mana buni qandaydir X desak, bu ham X ga teng. Mana kichkinagina joy, endi buni Y deya qolaylik. Mana u 4 ekan, bu tomon 10 ekan. Bizda bor narsalar 2x plus y teng 6 ligi bor. Sababi mana bu 10 ida x dan quvgacha 10 ida o'shani 4 ni ayirib tashlasam, bu yog'i 6 ligi chiqadi. Va bizdan so'ralayotgan narsa x, y va 4. X, y va 4 yig'indisi necha bo'ladi deb so'ralyapti. Demak, x, y. Q teng 20 va xs teng 4. X, y kesma uzunligini toping. Hozir 1 minut. Suv ichib olaychi. Cho'ta suv ichmaganimga shunaqa bo'lyaptimi deyman. X 10 dan bo'lsa, tak. S qul. S aylanadagi nuqta bo'lsa ekan, buni 4 plus 3 7 deydigan bo'lsak, lekin S aylanadagi nuqta emas-da.
S teng 4, R8 S q teng 6, S q teng SY plus YQ. Endi har xil bo'lishi mumkin. Agar S aylana chegarasida bo'lganda edi, S'ni o'zgartirishimiz mumkinmi bemalol? 6 3 bo'lgan bo'lardi, lekin XS teng 4. Tak. Bir minut. Hop, do'stlar, biz asosli ushlanib qoldik. Anaqada 30-savolda. Ya'ni bu aslida mana shunaqa holatda yechib bo'lmaydi. Hozir gruppaga yozib yuboryapmiz. Bu S nuqta aylanada deb yechsak to'g'ri bo'ladi. Agar S nuqta aylanada, o'zi aslida aylanada bo'lgan, prosta ana chizmasini chizayotganda bu yoqqa surilib ketibdi. Mana bu yoqda bo'lsa, bu orasidagi masofa 4 bo'ladi. O'z-o'zidan 3 qoladi bu yoqda, chunki 10 edi va x, y shunda teng 4 plus 3 7. Slishkim easy savol edi, lekin biz hayotni ozgina qiyinlashtirib yuboribmiz. Shuning uchun sal cho'zilib ketib qoldi. Ming bor uzr, mana shu 30-savol cho'zilib ketgani uchun. Hammalaringiz nimanidir tushunib oldilaringiz degan umiddaman. Salomat bo'lingizlar. Xudo xolasa keyingi video yechimlarda ko'rishamiz va albatta imtihonlarda, ya'ni o'sha 6 ta moklar tugatgandan keyin tanqidiy fikrlash va muammoni hal qilish kursimizga ham bir qabul ochaman. O'shanda ham bemalol yozilib, ikkinchi bosqichga ham kuchliroq tayyorgarlik ko'rishlaringiz mumkin. Salomat bo'lingizlar.